Anlatıp ötkeninizdek Qasımcan şu. Hem de yuqorida masalan siz shuncha taqdirlanib so'zlab o'tganingizdek sirtdan qarg'a vaqtida shundoq har ish joyidek ko'rinadi-ku hamda vatandagi bu hamma ishlar mayli maktab ichish mazgillari bo'lsin. Siz hamda vatanni tashlab chiqishga majbur bo'lgan shu muddatgacha siz his qilgan, men his qilgan shu Xitoyning jinoyatlarini biroz aslab o'tsak masalan shu narsalarni men his qildim deb. Chunki sirtdagi insonlar na vatandagilar faqat uni, na sirtdagi muajiratdagilarmi sizni biz men u vaqtda siz otlarni ichib davr surayotgan vaqtida chet elda turib men ko'ratdim ingliz tili maktabining faoliyatlarini to'g'ridan. Sirtdan qaraganlar hech qanday bir dadi yo'q deb o'ylayman sizni. Ya'ni shuningga siz shu davrgacha abay majbur bo'ldim degan yakagacha siz his qilgan Xitoyning nimalarni his qildingiz jinoyatlardan masalan. Men chiqib ketmasam bo'lmaydi ekan degan yaga nimalar olib keldi sizni? Yaxshi savol so'radingiz. Endi bu ularga nisbatan har bir Uyg'urga qarata bir orzusi bor. Bir Uyg'urdek yashayman deydigan Uyg'urga nisbatan bu vatandagi siyosat, vatandagi bisim her zaman kuchlanib mangsimandiki herkes tövenge düşüşüne acizlaşmadı. Lekin hem de vatanda yaşaş gerek, vatanda terakki qilish gerek idi. Hem şundaq elbette. Hem de bu bisim mesela ben ösmürlük devrimini tüketip 17-18 yaş vaktimde etrafımdaki ağabeylerimden tutilgenler oldu. Bunun şahit olduk da. Yani 96. yılı Xitay'nınki 7. numaralı hüccetinin çıkarlığını biz bilmeyiz. Lekin Xitay'nın bu Uygurlardan Xitay keladigan tahdidi Uygur milletçiliki ve dini aşkınlık degan gapni şu vaqtda bekitib bo'lganda hamda. Shundaq alpaq bilan nurg'un Uygurlarni şu vaqtlarda 100 kunlik zarba berish, mancha kunlik zarba berish vakin degan shu chog'dan avjiga chiqqan vaqtlar. Mesela 96-97 yildan tortib. Şu vaqtda barbara nemish qilamiz unda besimni ko'rgan vaqtlar deganda cho'qim o'zimizni qutuldirishga, bunun shunda besimlardan neri ketishga terishimiz. Shuna qilib yashab mangimiz. Shuning bilan qanday qilib men tutulmayman, qanday qilib men yani erkin yashayman deganni izlab mangimizda. Shu jarayonda taki 96-97-2017gacha 20 yil mobaynida, keyin men 2001-yildan tortib Urumchida yashagan bo'ldim. Her bir qadam bosqichi, mesela 2011 sentabr vaqasi yuz bergandan keyin Xitoy butkul siyosiy o'rganishni bizning vatanga, bu vatandagi Uyg'urlarga markazlashtirdi masalan. Ya'ni shu vaqtda butkul Amerikaninki Afg'onistonga qilgan harakatlaridan tortib hammani bizning vatanni markaz qilib, aşınıngı köz taşlap qatdı, şununla biz qattiq qo'shimiz kerak degandek qilib turib, ish qildi Uyg'urlarga zarba berdi. Uyg'urlarni to'xtamay tutdi. Shu vaqtda nurg'un tabiiy ko'rgan Uyg'urlar qanday qiladi, ya'ni qanday qilib men buningdan neri turman deb. Masalan, agar sen bak diniy jihatdan bak nima ekansa, ya'ni bizning ko'zimizga chiliqdim desa, qanday qilib men diniy jihatdan bularning ko'ziga chiliqmaydigan bo'laman deyishga tirishimiz. Yoki milliy jihatdan bak hissiyatdan kuchlikan desa, qanday qilib men bu milliy jihatga hissiyatimni ko'rsatmayman. Mesela Uyg'ur degan gapni qo'rqmay demaymiz. Yoki musulmon degan gapni amalva demaymiz. Yoki biz deyishimiz mumkin. Yoki biz yoki xalq yoki amma yoki savoqdoshlar degandek so'zni ishlatamiz. Ya'ni har bir so'zni ishlatishdimi cho'qim tanlab ishlatishimiz to'g'ri keladi. Keyingi vaqtlarda bu yahu atni ko'ndirish jarayoni bu Xitoyning Uyg'urga nisbatan. Men bunday o'ylasam, shunda erkin fikir o'g'imiz olsunmi, lekin shu asosda bara chekinimiz. Ya'ni o'zimizni kontrol qilamiz. Ya'ni o'zimiz saqlash uchun. Yani 2017 kelgan vaqtda atrofda nurg'unlarni tutishga boshladi. 2016 9-10 oylardan tortib bo'lgan tutish masalan mening yaqinlarimdan men taniydigan masalan Yalqin Ro'za apandi deymiz. Yani boshqalar tutilishga boshladi.
Hökumət tarmaqlarından cəmiyyətdən ondan keyin nurgun o'quvchilar ketilganligini şahit olgan bo'ldim. Keyingi vaqtda mening qo'l ostimda ishlaydiganlarni tutgan. Endi u vaqtda nima ish qilamiz? Ashularni qutuldirishga kirishimiz. Ashu ramkaning ichida. Endi tirishchanliklarimiz-mi? Eng oxiri unum vaqtda qana qilmaymiz degan vaqtda undaqda qechishga to'g'ri keldi. Ya'ni nima uchun deganda hech bo'lmasa men shu vaqtda o'yladim, men qaçsam hech bo'lmasa xalqimning shu tutilganlarning ovozi bo'laman. Hech bo'lmaganda mening saqqog'inim shu vaqtda men bir shohid bo'lib shuningga ega chiqa olmayman deganni o'ylaydigan gap. Shuning bilan mening shu vaqtdagi fursatim chiqib ketish fursati shunga chiqib ketgan bo'ldi. Tushundim. Ko'p rahmat.